Avvalambor mana shunday ustoz haqida fikr bildirishga imkoniyat yaratilganligidan xursandman. Bunday insonni shogirdi bo'lishdan, ular bilan hamsuhbat bo'lishdan, ularni tarbiyaga undovchi, purma'no fikrlaridan, hayotni tushuntirishga o'rgatuvchi o'gitlaridan har doim bahramand bo'lish baxtiga muyassar bo'lganimdan juda ham baxtliman. Ustozni bevosita rahbarliklarida PhD dissertatsiya ishimni, doktorlik dissertatsiya ishimni yoqlash baxtiga muyassar bo'ldim. Ustozga shogird bo'lishni o'zi bu katta baxt. Chunki ustoz har doim ham shogird olishda juda ham qattiq talab dissertatsiya ishini ancha boshlanganligi va mana shu dissertantni o'zini himoya uchun tayyor ekanligini qaysidir ma'noda oddiy suhbat tariqasidagi imtihondan o'tkazadilar. Ularga ma'qul bo'lsagina ustoz uchun ilm maktabini eshigini ochish muammo bo'lmaydi. Shuning uchun ham ustozdagi o'zim uchun juda ham bir kashf qilganim, ustoz hech qachon insonni sifatlariga qarab muomala qilmaydilar yoki uni mansabiga, erishgan darajasiga, lavozimiga. Bu ustoz uchun qiziq emas. Ustozga chuqur hurmat bilan ularni qaysidir ma'noda o'sha maslahatlarga yoki hayot yo'llaridagi ma'lum bir ma'noda o'gitlariga muhtoj bo'lgan insonlarni har doim eshiklari ochiq holatda qabul qiladilar va doimiy ravishda ularga o'sha otalarcha bir hayotni ko'rgan ajoyib bir donishmand inson sifatida doimiy maslahatlarni berishdan charchamaydilar. Ustoz bilan tanishuvimiz aspirantura deb atalardi oldin. Aspiranturaga kirganimdan keyin o'quv jarayoni bilan bog'liq holat bo'lgan. Ustoz u paytda institut direktori edilar, lekin o'sha qaysidir ma'noda ustozni yonlarida yoshlar bilan birgalikdagi harakatimizda, faoliyatimizda ma'lum ma'noda ustozni bizni qo'llab-quvvatlashlari sabab bo'lgan va bevosita o'sha zamon taraqqiyoti bilan rivojlanish jarayonida aks etgan holatda ozgina tadqiqot ishlarimizda o'zgarishlar bo'ldi, yangiliklar kirdi. Mana shu jarayonda to'xtab qolgan holatimizda o'zlari bosh bo'lib, menga o'xshagan bir nechta yoshlarni boshini silab to'xtash kerak emas, harakat qilish zarur va mana shu harakatlarimiz bilan bizni PhD dissertatsiyasini yoqlash baxtiga muyassar qildilar. Ustoz bilan bog'liq xotiralarni eslaydigan bo'lsam juda ko'p. Faxr bilan aytaman, anchasi yoqimli, anchasida hayot maktabini o'rganishga to'g'ri kelgan. PhD dissertatsiyani yoqlash jarayonimizda bitta shu mana shunday bitta xotirani aytmoqchiman. Bevosita meni shu ilm faoliyatimda turtki bo'ladigan. PhD dissertatsiyalar agar esingizda bo'lsa, Bolonskiy sistema kirib keladi deb taqataq dissertatsiya ishlari tugagan. Men o'shanda Buxoro davlat universitetida seminardan o'tib ekspert xulosalar bilan tanish bo'lib, himoya kuni belgilanish arafasida yurgan paytimizda yangi tizim keldi va ishlar o'z-o'zidan to'xtadi. Mana shu jarayonda bizda muzlash bo'ldi. Buni men bilan o'sha etapda bo'lgan tadqiqotchilar juda yaxshi biladi. To'g'ridan-to'g'ri to'xtash jarayoni, chunki yangilikka harakat butunlay tizimni to'xtatdi. Mana shu jarayonni ichida dissertatsiyalar bir chekkaga qo'yildi, ilmiy tadqiqot ishlari bir chekkaga qo'yildi va bizda o'zidan o'zi hali demak himoya qilish baxtiga muyassar bo'lmaymiz degan sovuq bir holat hukmron bo'lib qoldi. Lekin orada yana siljish ozgina bo'ldi-yu, lekin bizda shunga nisbatan harakat to'xtaganini sezgan ustoz bir kun yig'ilish qildilar, tushuntirdilar, to'xtash kerak emas deb shaxsan o'zimni chaqirib, ishingda nima gap? Ustoz endi himoya qilish menimcha qiyin bo'lsa kerak, juda tizim og'ir bo'lib ketdi. Bunaqa katta muammoni olib chiqa olmaymiz. Hozirgi dissertatsiya mavzumiz bunga tortmaydi deganimizda, yo'q, ilmni qilish kerak, dissertatsiyani olib kel. Va o'sha kuni dissertatsiyamni ertasi kun chiqarib olib keldim. Ichida 20% o'zgartirasan, dissertatsiyani hech qanaqangi qiymati buzilmagan. Bugungi kun uchun men rahbar sifatida, rais sifatida senga aytishim mumkin, himoyaga bemalol tortadi. Faqat o'sha qonunlar, bugungi chiqqan farmoyishlar, yangiliklar bilan boyitasan, metodika yaxshi. Bu bilasizmi, ora yo'lda yurgan inson uchun qanchalar yoqimli gapligini. Bu xuddi o'rmonga kirib adashib qolgansiz-ku, bir inson sizni chaqirib, mana shu to'g'ri yo'l bilan chiqasan, katta yo'ldan o'ngga, chapga. Mana shunday yengillik bergan insonga va bu narsa bizga juda katta yo'l ochib bergan. Ustozni qo'llashlari bilan mana shu harakat bilan bir yil o'tmay himoya qilganmiz. Agar meni nazarimda mana shunday yelkamizni tutib bo'ladi, hammasi joyida degan insonlar harakati bo'lmaganda biz balkim bu darajaga yetib kelmasdik. Xuddi shunday PhD ish qilib bo'ldik, bir yil o'tdi, ustoz chaqirdilar. Men ustozga ozgina shogird sifatida yonlarida yordamchi bo'lib, ulanib yurgan vazifalarni qilib yurgan paytimda chaqirdilar. Sen doktorlik qilish niyating bormi dedilar. Men aytdim, ustoz ayol kishiga karyera uchun fan nomzodi, PhDni balki o'zi yetar deganimda, sen ilmiy tadqiqot institutida ishlaysan. Sen baribir tadqiqot ishini ichida bo'lganing uchun bo'lim nuqtai nazarda maqola yozasan, baribir fikr bildirasan, tadqiqot ishlarida ishtirok etasan. Bu nima degan gap bu? Nima uchun, nima maqsad yo'q senda deganlar. Shu bilan yana ustozga, mayli ustoz, agar shogirdlikka olsangiz, men siz bilan birgalikda doktorskiy ishimni qilaman deganimda, bo'ldi, men sendan ertaga 4 ta mavzuni kutaman deganlar. Mana bir kunda bo'layotgan narsa, ertaga menga 4 ta mavzu. Ustoz, nimaga 4 ta mavzu? Chunki bitta mavzudan tanlash imkoniyati bo'lmaydi deganlar.
Hech qachon tanlash imkoniyati bo'lganda bitta yo'lga qarash kerak emas. Ustoz 3 ta 4 ta yo'lni olish kerak. Mana shu gapni o'zida men hozirgacha mana shu usuldan foydalanaman. Hatto o'zimning shogirdlarimga ham keladi, masalan, ustozlik qiling, yordam qiling deganda, mana sizga vaqt bir hafta mavzu tanlang, 4 ta, 5 ta mavzu olib kelasiz, o'tirib ikkalamiz muhokama qilamiz. Qaysi mavzuda yuragimiz jiz etsa, shu mavzuda ishlaymiz. Chunki tadqiqot ishi sizniki. Mavzuni rahbar topib bermaydi. Mavzuni tadqiqotchi o'zi kelib, iltimos ustoz, mana shu mavzuda sizni maqolalaringizni, dissertatsiya ishlaringizni ko'rdim. Agar xo'p desangiz, siz bilan birga ishlash niyatim bor degan fikr bilan keladi. Demak, o'zidan o'zi siz meni oldimga nimadir ma'lumot bilan kelgan bo'lishingiz kerak. Agarki shogird ustoz oldiga hech narsasiz kelib, ustoz menga bitta mavzu bering, men himoya qilaman deydigan bo'lsa, bu ustoz bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Bu shogird bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Chunki bu degani ertaga baribir meni siz olib chiqib ketasiz degan narsani tushunish kerak. Ustoz shogirdni olib chiqish uchun mas'uliyat o'zgacha bo'ladi. U ish tayyor bo'lgandan keyin, butun etaplardan o'tgandan keyin, bu menimcha barcha tadqiqotchi biladi. Bu biz uchun haqiqiy o'zbekcha mentalitet bilan aytganda orqa tog' degani. Orqangizda o'sha ustozingiz borligi, siz uchun eshiklarning ochilishi, sizga bo'lgan hurmat, e'tibor, ko'p bora ustoz orqali erishilgan yaxshi gaplarim menga mana shu ustozni atrofida bo'lganimga bog'liq. Shuning uchun taqdirdan minnatdorman mana shunday ajoyib inson bilan bir joyda birga ishlayotganimdan, ustoz bilan uzoq vaqt birga ularning faoliyatlarida bo'lganimdan juda ham xursandman. Ustozga uzoq umr tilayman, sog' salomat bo'lsinlar, kasal bo'lmasinlar. Insonni sog'lig'i yaxshi bo'lsa, kayfiyati doim yaxshi bo'ladi va yaxshi orzu niyatlarni qiladi. Ustoz o'zlari juda kamtar, lekin insonga ishonch bera oladilar, insonga qaysidir ma'noda yo'l ko'rsata oladilar. Hozirgacha men to'liq ishonch bilan aytishim mumkin, O'zbekistonda deyarli ustozni tanigan, bilgan insonlarning ko'pchiligi ustozni bergan yo'l yo'riqlari bilan o'z yo'llarini topib olgan. U qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun ustozni men xohlardim mana shunday ustoz bo'lishni, mana shunday atrofimda shogirdlarim bo'lishini juda ham taqdirdan xohlagan bo'lardim. Va biz bilan uzoq yillar ustoz birga ishlasalar, Xudo xolasa bizni shogirdlarimiz yutuqlarini ko'rib, nevara shogirdlariga ham omad tilash va ularning diplomlarini qo'llariga berish nasib qilsin.